Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Hurmatli aziz mo'min musulmon birodarlar. Farzandimiz dunyoga kelmasidan turib ajoyib hikoyalar, hadislarni o'qishlik onalarimizga lozimki, farzand o'sha ona tomonidan o'qilingan hikoyalar va voqealarni tinglab, o'shani onani qornida paytdayoq eslab qolar ekan. Dunyoga kelgandan so'ng onalar bolalariga mehr berib, alla aytib, ulug' insonlarni g'azallarni o'qib tarbiyat etsa, ana o'sha farzandlar o'zgacha oqil, olim, ulamo bo'ladilar. Farzandlarga alla aytib, ularni haqqiga duo qilsalar, nur ustiga nur bo'ladi. Kim Alloh subhanahu va taolo onalarni qilgan duolarini aslo rad qilmaydi. Shuning uchun har bir ona farzandini haqqiga tinmasdan yaxshilik so'rab, olim ulamo bo'lishligini so'rab, uzoq umrlar ko'rishini so'rab duo qilishligi va alla aytmoqligi kerak. Alla so'zining asli ma'nosi Alloh degan. Ya'ni siz va bizni yaratgan, bulbul qilib sayratgan yakka yagona Alloh, la ilaha illalloh. Kim o'qisa Qur'onni, gapirmaydi yolg'onni, yaxshi ko'rardi Alloh, la ilaha illalloh. Qo'lda Qur'onimiz bor, dilda iymonimiz bor, sut va qaymog'imiz bor, la ilaha illalloh kalimalari bilan farzandlarni alla aytib uxlatsak, farzandlarni qalbida Alloh kalimasi jo bo'ladi, aqli teran bo'ladi, ilmi ziyoda bo'ladigan farzandlardan oqil, fozil insonlardan bo'ladi. Demak, Hazrati Ismoil degan bir ukamiz Arabxona masjidining imomlari alla to'g'risida bir she'r yozgan ekanlar. O'sha she'rni sizlarga aytib bermoqchiman. Qulog'ida azon yangrar tursa gar, qulog'ida azon yangrab tursa gar, beshik tebratsalar aziz mo'tabar, volidasin jannatlarga yetaklar, onalari alla aytgan bolalar, otasiga itoatkor bo'larkan, vatanini muqaddas deb bilarkan, g'animlarga ko'krak kelib turarkan, onalari alla aytgan bolalar. Qur'on o'qib zurriyotin alqasa, Rasululloh hadislarini yodlasa, barakotli bo'lar umri ming hissa. Bolasiga alla aytgan onalar fikri teran andishali bo'larmish, farz-u vojib sunnat nedir bilarmish, el yurtiga jonini fido qilarmish. Onalari alla aytgan bolalar, Hazrat aytur qizlariga nasihatda bo'lur misli haqiqat. Bolangizdan toping vafo oqibat, farzandiga alla aytgan onalar. Shuning uchun har bir o'zbek ayoli, mo'mina ayol farzandiga mana shunday alla aytib tarbiyalab voyaga yetkazsa, inshaalloh farzandlari ulug', olim, buyuk insonlardan bo'ladi inshaalloh.